hoji aka, sizga bundan kattasini topa olmadim. To'y qilaman deb yaxshi niyatda uy qarab yuruvdik. Siz uchun Toshkentda bitta bo'lgan 1,5 million dollarlik qasr uy topib qo'ydim. Endi bu ham yoqmadi siz, endi bilmadim. Ko'chani qarang, kattaligini. Mana shu ko'chadan o'tayotgan yo'l bo'yi bitta odam diqqat e'tiborini tortadi. Ayniqsa bunaqa uyda, mana shunaqa Range Roverda oqib kirish yarashadi-yu. Shu joyda niyat qilib bitta like bosib qo'ying. Mana fasadni qarang. Ayniqsa shomga yaqin shunaqangi chiroyli yaltiryapti. Bamisol oppoq qordek ko'zga shunaqa приятный ko'rinyapti. Darvozaxonaga keladigan bo'lsak, aka Range Rover bo'ladimi, Gelik bo'ladimi, bemalol 3 ta mashinangizni ko'rmadim deydigan darvozaxonasini qaranglar, kattalik. Avtomatik darvoza qilingan, полностью eng zo'r joyni aytaymi, hoji aka sizga hovlisiga shinavanda bo'lgan odamsiz. Mana siz uchun hovli chiroyli qilib qo'yib qo'yilgan. Mana ko'z uslubida qilingan fontanlarga o'zingiz bitta baho bering. Nari tomonga tapchanni qo'yib, oila davrasida mazza qilib o'tiradigan joy bo'lgani. Eng qizig'ini aytayim, basseynni qarang, kattalik 2-3 marta borib kelsangiz badanga mazza qilib yo'qadi-yu. Undan tashqari jakuzi, spa zonaga alohida to'xtalmasak bo'lmaydi. Finskiy sauna, turetskiy hammom, ustidagi tepalariga yozgi oshxonalar qilib qo'ygan. Uyimizning fasadini qarang, ko'z ko'rganda quvonadigan fasad bo'lgan. Shu joyda niyat qilib like bosib qo'ying. 4-etajga keladigan bo'lsak, aka futbolni poli bo'lyapti. 5 ga 5 futbol o'ynasak bo'ladi. Kattalarni o'zingiz ko'rib turibsiz-ku. Eng kamida mana shu videoni ko'rib turib like bosgan har bir mo'min musulmonga ota-onasi bilan mana shunaqa fayzli qasr uylarda yashashlik nasiba ro'za aylasin. Bu uyni kimga ravo ko'rsangiz, o'sha insoningizga tezda yuborib qo'ying.